Xudo xolasa ro'za Ramazon kunlari mana Xudo xolasa savol ishni qo'l beryapmiz degan bo'laveradi. Akalar, birinchi nimasidan boshlaylik? Qani unday bo'lsa bitta ma'lumotlar berib o'taylik. Drabilkalarimizni avval ko'rsatganimiz qanaqa motordan iborat? Xo'p, bizda hozir asosan 6,5 kilovatlik Ariol motorimiz bor. Bentley, ya'ni MES. Bu motorga ko'proq zakaz tushayotgani uchun shu motordan ko'proq yasalyapti hozirda. Xudo xolasa, bir burchakli ham, dumaloq varianti ham bor. Motor haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, motorimiz 6,5 kilovat bo'ladi, lekin aslida 4,5 kilovat drabilkani ishlatib aslida 4,5 kilovatga javob beradi. Оборот 3,5 ming, og'irligi keladigan bo'lsa 25 kilo atrofida keladi. Va drabilkamiz avtomat bilan, agar mantish bo'lsa o'zini tashlaydigan avtomat bilan jihozlangan. Ya'ni nimadir o'ralashib qolsa yoki to'xtab qolsa, qattiq nagruzkaga tashlaydi avtomat, o'zini o'zi zashta qiladi. Va через kondensator ishlaydi. Keyin bundan tashqari Ariol motorimizdan tashqari yana Rubin motorimiz bor va yana shu arzonroq motorlarimiz ham bor. Drabilkalarimizning narxi 2 million 700 ming so'mdan 3 million 300 ming so'mgacha chiqadi akalar. Xo'p, yana nimalar haqida? Demak, hozir qarang, bu motorida farq bo'lyaptimi narxi yoki mana shu ko'rinishidanmi? To'rt burchak bo'lgan bu maraka shaklda ham dumaloq shaklda. Yo'q, tepasi narxini o'zgartirmaydi. Dumaloq yoki to'rt burchak. Bularda ikkalasi mana to'rt burchakka keladigan bo'lsa, to'rt burchakning og'zi katta bo'lgani bilan kirish teshigi tagi kichiralashadi. Va bunikini to'rt burchak ko'rsatsangiz agar dumaloqqa keladigan bo'lsa, dumaloqniki usti bilan bir xil kirib yetib borish, orqaga tortib qo'yganmiz, tayyorlab chiqarib beramiz. Narxi o'zgarmaydi. Motorida asosan pichog'i ham maxavik bo'ladi. Lekin 2 million 700 ming so'mlik drabilkamizda 2,5 million so'mlik drabilkalarimizning narxi, pichoqlari ham, motori ham boshqacha o'zini puliga yarasha bo'ladi. Va lekin uni ham nabetdan qalin temir qo'yilgan. O'rtasidagi trubasi ham oddiy lesmasdan qozon. Ochqishlari o'ta yengil. Juda ham qalin. Mahavitlarga qo'yilgan segmentlar ham bu detay bilan qotirilgan. Ularni ham almashtirsa bo'ladi bemalol. Qachondir suro'ga kelgandan keyin. Demak, bu arzonroq variantini ham iloji bormi? Ko'rsatish. Arzonroq varianti xo'p. Mana shu arzonroq chiqadigan variant. Buni hozir ishlatib ko'rsatdim. Farqi nimada endi baribir? Faqat motorida xolos. Motori buniki alyumin bo'ladi, 4,5 kilovat. Qolgan hamma joyi birga bir. Birga bir hamma joyi. Faqat demak shu mist hamda alyuminda farq yo'g'ida hamma joyi bir xil. O'sha balonchalari, mana bemorni sudrab yurishi hamma yo'g'i inobatga olingan. Qani unday bo'lsa bitta ishlatib ko'rsatamiz. 605 kilovatasi qimmatroq.
narsa judayam mayin va silliq. Buni molotga o'yilganining hisobiga bu nimani samonimizni ham yumshatib qo'yadi va mana tagida belaniga ham ko'rsatib beradi. Belanikidan aralashib ketib qoldi. Mayin holatga keltirib tashladi. Malotkasi borligiga qarang, mana bular o'zi titilib ketdi mana. Yumshoq qiladi. Yumshoq qo'ydi. Xudo xohlasa bu kim olsa ham baraka topadi, chunki atxo'ch chiqmaydi. Olgan yemishiga baraka kiradi. Hurmatli kuzatuvchilar, to'rtburchak varianti aytib o'tdi, qozonda umuman farq yo'q, hamma yo'g'i bir xil. Jilla ham qarab bo'laveradi. Mana qolgan narsalarga yetkazadigan bo'lsak, bemalol hollarimiz. Mana shunchasini oladigan bo'lsa, shunchasi tomog'iga ketadi. Ateş mana bunaqangi soqol bo'ladigan bo'lsa, soqol bo'ladigan bo'lsa, hamma tomonini yetkazamiz. Mana shuncha o'rniga oladi. Bu yoqda silkiydi mana. Dinamikadan chiqqani bunisi eski holatdagisi. Buni shunaqangi olib yuborsa, buni olguncha ham, tilda aylantirishga ham tushib ketaveradi. Demak, bateriya ko'proq bo'ladi. Chiqarmagan. 100 tadan 100 ta ketib qo'yadi. Tamom. Nima shu bo'lsa. 10 ga 1 bo'lsa ham. Bu drabilka qanaqa fotoga ham baribir qulaylik tug'diradi. Chorva bilan shug'ullanadigan akalarga. Endi baribir iloji yo'q, bu narsani olish kerak. Moli bitta yoki ikkita moli bo'lsa ham, akila bu обязательно olinishi kerak. Sababi расход kamayadi. Bizni kistamizga o'zimiz bitta sezonda xo'p, mayli 10 mingdan oladigan bo'lsak somonni, mana shu vaqtga kelib, misol qarang, o'zi 20-23 ming bo'ladi-da bozorlarda. Demak, 10 tadan bitta bateriya bo'ladigan bo'lsa ham 20 ming so'm kistamizga zarar bo'ladi-da, mol atxodiga tartadigan bo'lsa. Ham jismoniy mehnatingizni kamaytiradi. Ha, tegirmonga bor, bu yoqqa bor, traktorni nimada olib kelmas, uyga qo'yib qo'yasiz, bu xo'jalikniki. Ham moliyaviy siz yoningizga baraka qilishni boshlaydi, xudo xolasa qilingiz. Mana endi bunisiga keladigan bo'lsak, akalar, mana hozir ichiga bug'doy bilan samonni yana o'tgan videomizda ham shuni chiqarib ko'rsatib berdik, chunki ikkalasini ham o'tib berishini. Bug'doy bilan makkajo'xor. Shunday. Ha, bug'doy bilan makkajo'xor. Mana hurmatli kuzatuvchilar. Sal bitta kinga сейчас katta odam. Bitta shart ko'rsatamiz. Bu qanaqangi setkada hozir? Bu aka yorma setka 3,5lik bo'ladi. 3,5lik setka ekan, mana yorma qilib tashlaydi. Xudo xolasa ko'rsatib o'tamiz. Bitta apparat yurgizaylik, ha? Qani bismillahirrohmanirrohim. Karşılar bu. Bunu çıkaradigan bo'lsa, hammasi chiqarib degan bo'laveradi. Albatta. Ko'rsatganimiz dardi. Bir soatiga 300 kilo chiqaradi. Endi hozir buni biz chiqarganimiz bilan o'g'il bo'ladi aka. Ham jangiydi ham. Endi klientlarga bitta deydigan bo'lsa, akalar, narsa qiladigan joy bo'ldi. Mana akalar. Drabilkamiz yana bitta qulayligi, O'tkir aka mana shu ichiga don chiqarayotganimizda don tiqilib qolmaydi, pastga oqib tushib ketadi, chunki tagrog'idan qaytarilgan. Ko'rishlar mumkin, to'lib netib qolmaydi. Samon solsak ham og'izga kelib to'planib qolmaydi, og'izlari katta. Xaltalarni ildirib qo'yish uchun. Ha, xaltalarni ildirish uchun mo'ljallangan. Mana hozir yormani bitta ko'rsataylik-da, akalar, mana yorma. Sirasi pishishga tayyor bu, xudo xolasa. Endi misol hozir bu yormaga qo'ylarimizga mana shunaqangi holatda beradigan bo'lsak, quruq holatiga, demak, tiriklay o'tib ketishi kamroq bo'ladi. Demak, nima deydi, foydasi ko'proq bo'ladi-da buni. Tanasi yaxshi yuqadi-da. Mana butuncha beradi. Ana undan keyin hozirgi vaqtda elektrdan bitta o'tkazib, mana shuncha sezon boshlanib qoldi. Jo'jalarimizga bemalol bo'laveradi. Bozordan pul sotib olgandan ko'ra ham moliga qisqasi mana shu xo'jalik uchun juda ham yaxshi. Har tomonlama mana bu narsa. Demak, ko'rsatib o'tdik. Endi shu bitta ham ma'lumot berib o'tdik. Bizni firmada qilinyapti.
Rolekslar haqida bir narx-navo qisqacha bir ma'lumotni berib o'tsangiz. O'tkir aka bo'lmasa, xo'p, oxirlar bilan boshlaydik-a. Qaranglar. Bu o'tgan safar videolarimizda buni chiqarmadik. Xo'p, bu oxirimiz konteynerni tom qismidan chiqqan. Va buni valnalariga tekkizlov ishlov berilmagan ho'kizlarga, sigirlarga qo'ysalar, buni pukolniga chunki valnalar ushlab turadi. Keyin yana bu oxirimiz bitta qulayligi, bir taraf balandroq bo'ladi, как yemishini u tarafdan tushib olmaslik uchun. Bu tarafidan kelib baylab qo'yaverasizlar. Ikkita mol bemalol joylashadi. Narxiga keladigan bo'lsak, Narxiga keladigan bo'lsak, bundan 550 ming so'm chiqadi. aha, uzunligi Uzunligi 2.35 bo'ladi. 2.35, 500 ming so'm, ha? Shunaqa. Bu tarafini chuqurligi 20 sm bo'ladi. Bu tarafiniki 40 sm bo'ladi. No, lekin bitta joyga uzun tortaman degan akalar uchun yoni oyog'i qo'yilmaganlar ham bor. Smarka qilib bir yo'lga ketishi mumkin. Demak, oxirlarimizdan munosabati metr kvadrat haqida ma'lumot berdik va mana bu tomondagi kichikroqlari qo'ylarimiz uchun, qo'zichoqlarimiz uchun mana Shunday. oxirlarimiz bor. Buni haqida aytib o'tsangiz, Bu oxirimizni uzunligi 2.5 sm bo'ladi. Eni 40 sm bo'ladi. Chuqurligiga keladigan bo'lsa, chuqurligi 20 sm. Qo'ylar uchun mo'ljallangan. Bunimizning narxi 300 ming so'm chiqadi. Narx-navolar haqida yana alohida bir telefon so'rash va ma'lumot beramiz. Sizni nomingizdan chiqsa, xo'p, bu oxirimiz qo'ygan, molga mo'ljallangan sredniy deb o'zimiz sredniy deb aytamiz. Oxirimiz o'rtacha oxir. Oyog'ini balandroq qo'ysa mollar uchun, pastroq qo'ysa qo'ylar uchun. Agar qo'ylarga qo'yadigan bo'lsangiz, ichidan yemishini ko'tarmaydi. Uzunligi 2.6, og'zini kattasi 50 sm. Ikkinchisi narxi keladigan bo'lsa, narxi 480 ming so'm chiqadi. mana shu holatiga 480 ming so'mga qabul qilib olaveramiz. Uyingizgacha dastavkalari bor. Shundan Va keyin kattaroq Xo'p. Bular mol uchun mo'ljallangan, eng katta mollar uchun. Aylanari yo'li 1.5 dan chiqqan. Uzunligi 2.60. Chuqurligi 30 cm, og'zini kattaligi 65 cm. Va bu oxirlarimizda suv ham turadi. Akalar, zaglash ham chirishi ham kamroq. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 600 ming so'm chiqadi. chiqish narxi. Albatta. Yo'q, yana ham kelishamiz. Xo'p, g'altaylarga keladigan bo'lsak, akalar, g'altaylarimiz juda ham qulay qilib yasalgan, mashinaning yo'lini qo'yilgan. Va stopissalari ham akalar mashinalarniki, mashinaga qo'yilgan, ya'ni pachimik to'kilib ketmaydiganlar, xudo xolasa ancha ishlatilgan. Deyarli mana bu detali bilan bu oyoqlardan boshqa hamma joyi konteynerdagidan chiqqan akalar. Va o'rtasidan qo'yilgan rama uchun foydalanilgan temirimiz ham konteynerda ruchkasidan nержавейка bo'ladi, zanglanadigan. Mana mahsulotlar, hurmatli kuzatuvchilar, narx-navosi shu aytilgan summa. Buni narx-navosiga keladigan bo'lsak, xo'p, 550 ming so'm narx beryapmiz akalar buni narxini. Dastavkasi bilan. Yo'q. Yaqin orolga. Dastavka bitta arava uchun bora olmayman, O'tkir aka. Ko'proq объемli narsa olsa keyin boramiz. Oraga bitta qo'shib Shunday. mana bu yoqqa o'zi taxlar bosib qo'yib kelgan. Arabalar bor. Xo'p, endi aka oxirimizni ladonlar haqida gapirib o'tsak, Mitrajlar haqida Xo'p, bu oxirimizni o'sha boya sredniy degan oxirim shu. Uzunligi 2.60 bo'ladi. Biz og'zini kattaligini 50-53 ga qo'yamiz. Sizlar o'zlaringiz moslashtirib qo'yaverasizlar. Uzunligi 2.60. Xo'p, narxi keladigan bo'lsa, shu turish 280 ming so'mdan chiqadi. Ayyor holatda esa 480 ming so'm. Qo'y uchun mo'ljallangan, hozir oxirlarimiz ham yengillab qo'ydi. Qo'y uchun mo'ljallaganimiz uzunligi 2.5, endi 40 qilib qo'yamiz biz. Chuqurligi 20 bo'ladi. Bunimizni narxi 230 ming so'm qilib beramiz. 230 ming so'mga beramiz deyishyapti. Va oxirgi
Mana hurmatli kuzatuvchilar, narxlarni aytdi. Yana ham kelishamiz. Agarda katta firmaga ko'proq oladigan bo'lsa, narxlar yana ham o'zgaradi. xudo xolasa. Mana xudo xolasa mana bu yomkislar haqida ham bitta ma'lumot berib o'tay. Mana hurmatli kuzatuvchilar, hozirgi kunda suv ekonom bo'lishi uchun juda ham yaxshi narsa ekan bu. Mana hozir zakazlar olingan, yasalyapti. Dastavkalari bor. Dastavka xizmatimiz bor. Keyin Kelishilgan holatda. o'tkir aka, buni aka asosan sug'orish uchun olishmaydi aka. Chunki O'zbekistonimizning hamma joyida ham suv yetib bo'lmaganda, suvga qiynaladigan qishloqlar borda yoki tumanlar bor. Asosan ichimlik suv uchun olishadi. Endi ichimlik suvi bor joylar bog' qo'yish uchun yoki dala dashtlarga qo'yish ishlatishyapti. Siz aytgandek, tomchilarni sug'orish uchun. Bu bochkalarimiz 1 tonnadan 10,5 tonnagacha yasaladi. Yer betida turadigan. Umuman katta hajmdagi, razmerdagi bo'lsa, yerda ko'miladi. Chunki yonboshlardan bo'lmasa, umuman kattagi suvga bosim juda ham kuchli bo'ladi. Tabiatdan sal charchatib qo'yadi odamni. Mana bunaqangi linslar ham sotilaveradi. Ha, jelezlar ham sotiladi. Xo'p, buni narxi akalar 1 kvadratini 140 ming so'm qilib beramiz. Bu minchaslarda qimmat deyishi mumkin, kimlardir. Endi borini aytamiz. Bu mendan kelib olib ketadigan odam bitta yo ikkita lis oladi, unda ham eng tanig'ini tanlab oladi. Albatta. Ha. Hozir menda bu listni ichida bir mashina lis keladigan bo'lsa, aka 20-30% yamog'i bor, chirigan joyi bor, boshqasi ular menga qoladi. O'shaning uchun ilojim yo'q. Vodiyni narxi bilan solishtirmaydi. Xo'p, bochkalarga keladigan bo'lsak, aka, mana bochkalar xo'p, mana shu holatda eng asosan eng hadovoy bochkamiz shu 5 tonnaligi, 4 tonna 700 litr oladi, ya'ni narxiga keladigan bo'lsak 2,900,000 so'm dastavkasi ichida. 2,900,000 so'm. Ha. 60 kilometr radiusgacha olib beradi. 60 kilometr yaqinlikgacha olib beramiz. Ichki qismlari 5 tonnagacha suv ketadi.